Chapillamasdan ye. Keling, sizga joy yo'qmi? Yo'q ekan. Boring, shunda ovqatlaning. Shunday qiling. Men ovqatlar hammasini suzib ketdim-da. Qozonda ovqat qolmadimi? Ha, ber, bir ikkita go'sht ber, onasini ham sen. Ha, suyakligini ber. Ha, piyoz ham qo'shib ber, piyoz bilan yeysiz mazza qilib. Yoqimli ishtaha yanga. Boring, osh bo'lsin, chop qiling kelin. Kelin, tarvuzni ham kesib keling. Xo'p. Kelin. Tarvuzga tegmasa turing, telefon bo'lib qoldi. Hozir. Ha, Rayimboy. Qachon? Kelin, shuni oshxonaga kirib turing. Shunday gaplashib olay telefonda. Bitta tarvuz ber kelinga. Boring, ermak qilib turasiz, boring. Tishlangan-ku bu. Kelin. Ha, kelin. İşingiz yo'qmi? Hamma ishlarim qilib bo'ldim. Boring, endi ishlarni yuving, biz oilaviy shunday gaplashib olayotgandek hisob kitobimiz bor edi. Yuvib bo'ldim. Chaying bo'lmasam kelin. Mayli. Yanga, mana shuni ham musorga tashlab qo'ying. Voy, o'lay. Ha, qizim, tinchlikmi? Dadam pavi parashogimiz tugagandi. Yerimni dog' kiyimlari ko'payib ketgan. Bavi zo'r parashokda hamma dog'larni ketqizadi-da. Bo'ldi, o'lsin shu Bavi. 10 tog' beraman. Tinchlikmi? Ering urdimi? Nimaga yig'layapsan? Yancha siz chiqib turing, dadam bilan seriyozno gaplashib olaylik. Ennalaringni eshagimanmi? Kirib tur, chiqib tur, borib tur. Men ham shu oilani a'zosiman. Men ham tirik jonman, odamman. Sizlar bilan bir dasturxonda o'tirib ovqat yeyishga haqqim yo'qmi? Eshakni o'zi halol, go'shti harom ekanda, ha? Toshlaring. Kalangni ola. Chugurmaga o'xshaydi. Kelin, hamma gaplarish to'g'ri. Haqiqatan shu haqda hech o'ylamagan ekanmiz. Siz oshxonaga kirib turing, bo'lmasam biz hozir shu haqda gaplashamiz, bo'lmasam, ha? Ko'tarra shunaqasi. Do'stim, juvachcha chayni. Nega bunday bo'lyapti, do'stim? Sen meni ichimmisan? Hozirgina og'zimdan bir g'alati hidlar kelayotgan edi, sen menga zvachka tutqizyapsan. Men shuni sezdim, do'stim. Boshqalarning oldida xijolat bo'lmasligi uchun beryapman. Do'stim, sen kimsan? Aytgin. Meni shunchalik yaxshi ko'rasan, do'st. Juda qopti juvachcha. Yo'q, qo'zi kalla, bitta zvachka ber, og'zim sasiyapti. Piyoz yedim bo'y. Mana magazin sotib ol. Menga magazin ko'rsatadigan bo'lib qopsanmi? Tiqib qo'y zvachkani, tushundingmi? Sen o'zi vechni Battar bu. sassiqmisan, ha? Do'stim, mashinangni bir kunga berib tura olmaysanmi? Uydagilarni zaparga olib bormoqchi edim. Do'stim, senga nafaqat mashina, jonimdan fido shuni bil. Do'stim, chap ko'zimga yosh keldi. Hech qachon ayrilmaylik, iltimos. Qo'y, bersang nima bo'ladi? Bersang nima bo'ladi? O'l temirni qizg'onib. Nima senga bu o'yinchoqmi? Zaparga boray, maymunni bolalarimga ko'rsatib, sanga o'xshashligini aytaman. Shuni bilib qo'y, men sen uchun mashina olganim yo'q. Yonib ketsin mashina. Shundaymi? Do'stim, tug'ilgan kuningga bazardan 88 mingga futbolka olib bermoqchiman. Yo'q, do'stim. Do'stim, pastingga 139 mingdan shimlar ham olib bermoqchiman. Boringga shukr, do'stim. Xohlasang kelinga ham narsalar olamiz. Do'stim, ishonasanmi? Blogerlarni Bobur Mansurovning reklamasini ko'rib, Ingbazardan kiyinish orzuyim edi. Sen bu orzuyimni amalga oshirding, do'stim. Do'stim, tug'ilgan kunimga kiyimlar olib bermaysanmi? Bir akkesan, kimni so'kyapsan? Ha? Kiyimingga zo'rmanmi? Zo'rmanmi kiyimingga, zo'rmanmi? Zo'rmanmi kiyimingga? Zo'rmanmi? Tursun aka, tuzumisiz, qalis, chiqishlovli tinchmi? Nima yengilliklar? Jamila, Toshkentga kelib shunchalik o'zgarib ketdingmi? Ayam sen bilan ko'rishishimni aytgandi. Mana dubtachivoz. Yurmanski Toshkent kimligini ko'rsatib o'qaman. Nimani ko'rsatasan? Toshkent kimligini de tushunmayapsizmi nima? Qayerdan olding bu gapirishni? Ketyapmiz-da. Voy, o'lay. Qanday yoqyaptimi sevimim qishloqdagi tengdoshim? Zo'r ekan, yoqdi menga. Yurrasi kelib qolsa, men senga choy poy qilib berqolay. Enangni o'g'limanmi sanlaysan? Yur. Yura qo'ying. Toshkentchani qachon yodlading? Uxlayotganda yodladingmi? Chala yodlabsan. Nima deb o'tib kimdir bizga qarab o'qolaydimi?
Jamila ichib-iching og'rimayaptimi? Zo'r qilib gapiryapsan? Ha? Sen Toshkentchani eshitib, men uyalib ketyapman. Iltimos gapirma. Ayni biz o'rganib qolganmiz-da. O'li. Voy, Jamila meni liqillabdi-ku. Bu pampulsa-da, bunaqasini faqat Munevdan topasiz. Ana Muqimiy ko'chadagimi har xil shirinliklar sotadiku. Bu ikkinchi filialida Suymunga ochilgan. Zaraka qanday yeb ko'raychi? Muncha zo'rmi, muncha yumshoq. Bu paxtadek bulutga o'xshaydi-da, dundiqqina. Jamila, Toshkentga kelganiga necha yil bo'ldi? Bu hafta payshanba kuni kelgandim. Tez seni olib ketayda qishloqqa. Bo'lmasam bo'lka Toshkentchaga yangi lug'atlar qo'shyapsan. Tirilinglar. O'zingcha. Qatga deginchi? Qatti. Qatti demini qatga deydi. Galang. O'ylayapman ben Toshkentdayam, sokakda bugun ben shashlik yeyam. Sochni yomon qilsan, lekin ozgina menga ham ber. Bobur yaxshimisan? Jo'ra yaxshimisan? Bir minutga mumkinmi? Tinchlikmi? O'zingda bir gap bor edi, Jo'ra. Ol. Jo'ra, 700 ming so'm pul kerak bo'lyapti, iltimos berib tur. Bo'ldi, beraman, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Faqat bolalar bilmasin, xo'p. Bo'pti, kartangni tashlab olaman. Bolalarga aytib o'tirma. Bo'ldi. Ha, tinchlikmi? Nima dedi? 700 ming qarz so'rayapti. Bolalar bilmasin deydi. Ay, yo'q. Ya beraman endi. Shakarcha surganmisan sochingga. Yaxshimisan? Yaxshimisan janob? Bir minutga qarab ol. Tinchlikmi? O'zingda gapim bor edi. Yur mashinaga. Tinchlikmi jo'ra? Jo'ra, san tanishlaring ko'p-ku. Bitta ish topib bersang zo'r bo'lardi. Faqat bolalarga aytma, iltimos. Ya bo'ldi, top beraman jo'ra. Faqat bolalar bilmasin. Ya bo'ldi, gapir jo'ra. Kutaman. Tinchlikmi nima dedi? Ish topib ber deyapti, faqat bolalar bilmasin deydi. Ha, yo'q. Shunaqa dedimi? Top beraman. Mana futbolkalar 88 mingdan ekan. Zo'r ekan. Bobur Jo'ra, 1 minutga mumkinmi sani? Tinchlikmi? O'zingga gapim bor edi-da. Bo'ldi, hozir. Jo'ra, imbazar narsalar arzon bo'lib ketibdi-da, shunga 500 ming qarz berib tur, faqat bolalar bilmasin. Bo'ldi. Mana jo'ra. Faqat bolalarga aytma, xo'pmi? Bo'ldi, xavotirlanma jo'ra. Mana kepkachilar 35 mingdan ekan. Ha, tinchlikmi? Nima dedi ana? 500 ming qarz so'rayapti, bola bilmasin deyapti. Ha, yo'q. Xushbaqa ekanlar. Men senga aytma dedim, hech kimga. Nima qilay? Avtomatik aytib yurar ekan odam. Bu ham so'rayapti, nima dedi deb. Senga nima dedi deb so'raysan. Aytib yuramanda, men majbur bo'lasan. Masalan, mana bola nima dedi desam nima deysan? Aytaman mana. Men ham aytib yuryapman-da endi. Voy qizim. Voy Ada. Ada kim? Toshkentda dadani Ada deyishyapti-da. O'zi bir hafta bo'ldi Toshkentga kelgan, darrov Toshkentchani yodlab oldingmi? Endi hayot shunaqa ekan-da, Ada, kirib boqing. O'lsin-da. Qizim, o'qishlaring yaxshimi? Bo'pti, sekin-sekin qimillama o'zdan-yu. Qizim, qiynalmayapsanmi ishqilib? Nimaga? Toshkentcha gapirishga? O'zimga yoqyapti. Yoqmay o'lsin. Ada, amaqim yaxshimilar? Amaqing kim endi? Amaqi kim u? Ukizlar-da. Sattor amakingmi? No, dada. Ha, u amakini ertaga tug'ilgan kuni Toshkentdan biron bir sovg'a borishim kerak, bosh qotgan. Voy, Ada, Toshkent kindigida turibmiz-yu. Yuring, sizga zo'rni hisob beraman. Ada, manaqa takoy finkalari 137 ming so'mdan ekan. Anaqalari 95 ming so'mdan ekan. Men Toshkentni qimmat deb yurardim, bizni bozordan ham arzon ekan-ku. Bu in bozorda. Oda. Bu showman degan nima degani? Ada, bu Woman женский magazin degani-da. In bozorda jenskisi ham bormi? Oyim gila-gila ham olib olaydi-ku. Oyinga olamiz, bu gila-gila-ku. Shu oyim gila-gila-gila-gila-da. Bu in bozor katta bozor ekan-da, narxlari ham arzon ekan. Bitoy texnika ham sotiladimi? Voy, Ada, men sizga in bozor deyapman-ku. 10 telefon bilan. Ha, onasi. Sen nima deyapsan? Men o'ynab yurmayapmanmi? Nima deyapsan? Xatingga qarab o'ylayapsan. Men qizing gili-gili. Voy, Jamila. Yo'qtirding-da qizim.
Yo'qdi menga ham. Nima deyotganimni o'zim bilmayapman-ku. Ye dada. Talat bolam. Ukajon yaxshimisan? Aka. Bolam eshit. Shu ukang Toshkentda bir hafta saniga turib tursin. Men onang bilan bir hafta dam olishga borib kelay bolam. Mayli dada. Bo'pti, o'zingni Qishloqqa salom ayting dada. Bo'ldi, men bir hafta. Ukajon, uyqung kelgan bo'lsa, malxonachiga kirib uxlasang bo'ladi. Biz yangang bilan spalniyada uxlaymiz. Yo'q. Alo dada. Akam bilan kelinlar spalniyada o'tirar ekanman, anu katakchida kichkina xonachasida. Endi shuni ham aytasan. Sharoiti yaxshi uxlanadi ham. Endi bir og'iz aytay. Ani pishak boqardi-yu, o'sha yerda yotaman ekanda. Biz pishak boqmaymiz, yaxshi xona u. Dadam bir og'iz aytgan degan, shuning uchun aytyapman. Dada. Bu akam biron marta oyimga televizor berganmi? Bu xotin qulis xotinchasiga karter televizor beryapti. Ha, ko'zim bilan ko'rdim karterniki. Xo'p, dada, oyligimni olishim bilan sirasi pul jo'nataman. Hozir o'zimda ham yo'qda, oyligimni kutib o'tiribman. Aya dadamga ayting ishonmasin. Kecha buningiz oylik olgan xotinchasi charaqlab sanab o'tirganini ko'rgandim. Juda yomon bo'lyapti buningiz, aya. Dada, ana o'g'ilchangiz bilan keliningiz borku, fason bo'lib kiyim olib, ana qumoq qushi borku, Yangi O'zbekiston bog'iga kelishgan. Nima kelganini o'zi bilib sizga aytaman dada. Aka nima qilyapsiz? Ha, bu Yangi O'zbekiston bog'ida shunaqa piknik qiladigan joylar ham bor. Shashlik qilib, uydagilar bilan o'tirasan. Uydagilar bilan deyapsiz, ota-onamni chaqlarga olib kelib shashlik qilib berish xayolingizga kelganmi? Hayolim kelgan ota-onam dam olishda. Kelmaydi. Siz faqat shu xotiringiz. Ha, qilavering. O'llaring, chirtillab o'llaring. Dada, men bildim akam nima uchun Yangi O'zbekiston bog'iga kelganini. 19-aprel kuni ayam yaxshi ko'radigan aniq K-popperlar bor-ku, patsap. O'shana qo'shiq aytadiganlar konsert berar ekan. 20-aprel kuni siz yaxshi ko'rgani bor-ku, gitara, Mirjalol Ne'matov o'sha konsert berar ekan. Undan tashqari shanba va yakshanba kunlari bu yerda karnaval konsertlar bo'lar ekan dada. Mana shu o'g'lingiz sizni bir marta Toshkentda konsertga olib kirdimi? Olib kirmaydi dada. Bu xotin quli-ku. Dada, ana qishloqdagi uyni kadastrini menga o'tkazing. Xo'p, sizni yaxshi ko'raman dadajon, I love you. Dada, kechki soat 1, ana ikkalasi xingillab spaniyaga kirib ketishdi. Nima qilishayotganini ko'rib aytaymi? Ha, bilasizmi nima qilishayotganini? Ya, bo'ldi. Kallamim kelmabdi. Lekin kelinim kecha shunday ayamni yomonladi, ayasiga telefon qilib. Hamma bilmagan ekanmiz bu kelin dada. Akajon qancha bo'ldi meniki? 95 ming bo'ldi. Mana 100 ming aka. Aka, hozir mayda yo'q edi, keyingi safar kelgan surishib ketsak bo'ladimi? 5 mingga keyingi safar urushib ketamizmi? Yo'q, endi 5 ming beraman, kelishib ketamiz keyingi safar. Sen meni tanimaysan aka. Mana tanib qoldim-ku. Qara-da, 5 ming hech chiqmasin, keyingi safar olaman. Aka, yetib keldik, sizdan 48 ming so'm bo'ldi. 48 ming? Ha. Mana 50 ming aka. 50 ming. Aka, mayda pul 1000 so'm bor ekanda, 1000 so'm keyin surishib ketamiz. Men qanday sendan surishib ketaman? Men seni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsam, sen mana akammassan yoki ukammassan. Yo, mana shu mashinangga yana o'tirishimga ko'zing yetadimi, aqling yetadimi shunga? Yetadi aka, chunki tog' bilan uchrashmasam, odam bilan uchrashadi. Keyingi safar men sizga 1000 so'm beraman, xo'p? Berma, qarg'ayman. Xo'p aka. Qara, biring ikki bo'lmasdan o'lib ketarsan. Xo'p bo'ladi. Aka, mana shu ko'rib turgan dvoykalaringiz 155 ming so'mdan. Tepapasmi? Ha, dvoyka deyapman. Yo'munchasi. Futbolkalar qanchadan? Aka, futbolkalarimiz 57 mingdan 117 minggacha. Assortiment million. Yo, bitoy texnikani sotasizlar. Aka, uyingizga nima texnika, nima mahsulot kerak bo'lsa, Inbazarda hammasi bor. Yo'q, kelmang qaranglar, men sizlarga pul bersamiz, dachisini ertaga beramiz, kelishib ketamiz demaysizlarmi? Yo'q, nima unaqa deysiz? Tinigacha beramiz. Zo'r aka, mana shu qiliqlaringiz zo'r aka. 195 ming bo'ldi aka. Mana aka 200 ming. 200 ming. 5 ming so'mligim yo'q edi. Shu allergiya dori bersam bo'ladimi 5 mingga? Nima qilaman? Menda allergiya yo'q-ku. Xudo xolos bo'lib qolarsiz endi. Mana qara, mana shu 5 mingim bor-ku, hech qachon senga buyurmasin. Nima deydi? Zarur bo'lganda ham 5 ming kerak bo'ladi senga, lekin shu 5 ming senga yordam bermasin. Ma baba. Jo'ra, menga gaz ichimlik mumkin emas. Dieta boshlaganman, qonim chiqib ketyapti-yu. Qachon boshlading diyetani? Kechadan boshlaganman. Ha, bitta hech narsa o'zgartirmaydi. Men ol.
Ha, ona shavobarat ertadan boshlarman ha, bir kun ming kun emas-ku. Shu bitta ishlasam. Bitta ichaman ishlasa qilmaydi. Ha, jo'ralar qandaysizlar? Bugun soat 7 da Akmal haq beryapti ekan. Hamma kelsin. Voy jo'ra, ming bor uzr. Jon deb borardim, diyetadaman-u. Kechki soat 6 gacha ovqatlanib bo'lishim kerak. U 7 da bo'lar ekan. Shunga to'g'ri kelmaydi-da. Buning ustiga kechki soat 10 da уже uxlab bo'lishim kerak-da. Diyetadaman-u. Jinnimizdan Akmal katta qo'y so'yib haq beryapti. Maza qilib qo'yimiz, jinnimizdan detan qochib ketmaydi-ki. Qo'ymi? Lokatsiyasi qayerda u taxminan men agar borsam-da endi. Biratlar, shu dushanbadan boshlayman bo'lmasa diyetani, Akmal ham xafa bo'lmasin. Bo'pti jo'ra, boraman. O, mana issiqqina somsa chiqdi, somsading aka. Ya uzr, diyetadaman. Lekin issiqqina sochnigina chiqqanda yeb ko'ring. Dumba ham solinganmi? Dumbasi ham bor qo'ydikidan. Bering bir o'nta, biratlar ro'zadan keyin boshlayman diyetani. Diyetani. Sovus ham bormi, sovus? Bor. O'nta issig'idan bering. Qani, nondan o'jira? Nima deyapsan sen? Men diyetadaman. Non yeyish vaqti mumkin emas, semirtirib yuboradi bu. Sen o'zi qayerda o'tirganingni bilasanmi? Yo'q. Diyet bistroda o'tiribsan-ku. Bu yoqda 100 xil ovqat bor. Diyetadagilar bemalol kelib qo'rqmasdan ovqatlansa bo'ladi. Mana qara, dietada bo'lmasa maza qilib ovqatlanib o'tiribman. Keyin bularning 5 ta filiali bor. Tekstil mosti oldida, Chilonzor Targov sentrida, Labzak Malikada, Olmazor Nabiyevda, mana hozir yangisi ochilgan Do'mbirobodda o'tiribsan. 24/7 ishlaydi. Bo'ldi onasini ham sen. Vobshe diyeta qilmayman. Qo'lim xunukmi? Yo'q. Xunuk emas-ku, to'g'rimi? Erkak kishi maymundan sal chiroyli bo'lsa bo'ldi-ku, to'g'rimi? Diyeta nima kerak? Qiynalib ketib, men ham ishlamay qolyapti bo'lku. Sizlarda ham shunday bo'ladimi? Aka hojatxona qancha bo'lyapti? Keling hozir bizda aksiya ketyapti 1+1. Bu nima degani? O'zingizga to'lovsiz ikkinchi odamga tekin. Shunaqasi ham chiqdimi? Men kirasizmi? Ha, kiraman. Pulini chiqib berasizmi? Siz menga kuyov bo'lmoqchimisiz? Ha, akajon, hozir kakras menda aksiya ketyapti. Agar siz qizingizni menga bersangiz, mebel bilan ko'rpa to'shak shunday qo'shib beraman. Katta ish qilasiz ekan gapi. O'g'li, yosh katta odam ketyapti. Salom bermaysanmi? Amaki qarang, bizda hozir aksiya ketyapti-da. Agar salom berishimga pul to'lasangiz, xolaqol so'rash tekin bo'ladi. Mashina qilsin. Tavba qildim. Salomlashishim pulli bo'ldim endi. Charicha. Assalomu alaykum. Sizlarda ham skidka aksiya bo'lyaptimi? Yo'q, amaki, bizda skidka aksiya bo'lmaydi, lekin narxlarimiz juda ham hamyon. 5000 dan. Amaki, bozorimizdagi mahsulotlar kulgili narxda, lekin jiddiy sifatda. Qarang, mana shu jilet 187 mingdan, qo'lingizdagi finkalar 155 mingdan sotiladi. Ya sizlarda bitoy texnika ham bormi? Amaki, bizni bozorimizda liboy narsangiz bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu bozor katta bozor ekan-da. Akajon shoshmang. Fursatdan foydalanib qoling. Bizda qaynoq chegirmalar ketyapti. Qanaqa chegirma? 1+3 aksiyasi. Unda nima bo'ladi? Masalan, siz menga sadaqa qilsangiz, sizga qo'shib 3 ta oshnangizni ham duo qilaman. Tavba qildim. Sanda ham aksiya bormi? Hayotimiz aksiya bo'lib qopti-ku. Turkiyaning original kiyimlari keldi. Kim olacak? Assalomu alaykum. Nima sotyapsan uka? Kiyim sotacakman. Olacakmisiz? Sen Turkmisan yo Xorazmdanmi? Qayerda? Turkman, Turk balasiman. Ha, Xorazmchaga o'xshab ketyapti-da. Nima sotyapsan? Sportivkalar bor abi. Bu yerda menda bari original, turetskiy. Turetskiy malmi? Havo. Yana nelaring bor? Yana mendada ikkita sportivka bor, original sexning mahsulotlari. Olacakmisiz? Arzon qilib berajekman. Necha pul? Isming nima o'zi sening? Meni ismim Kemal. Qancha qilib berasan, Kamoljon? Buni senga da 2 dana qoldi, 100 dan qilib berajekman. Xorazmchaga tortyapti. Mayli, $200 bo'ladimi? 200 ga berajekman, samolyotim uchacak. Tez ketajekman abi. Lekin turk mollari haqiqatan qimmat bo'ladi. Buni olib bir qo'shnilarimni kuydirayda. Bo'ldi, olajan. Menga qara. Yana bir dana futbolka qoldi. $50 ga berajekman, oxirgisi. Oxirgisi bo'lganing uchun, ha? Oxirgisini berajak. Bo'ldi, olajan. Pulni berajekmisan? Hozir olib chiqadi. Firdavs pulni olib chiq $250 aylanib pechasini. Uchmaydimi samolyot? Hozir uchmasdan tursin. Bo'la qil. Ha, bo'ldi, mana chiqadi. Rayim, sal kech qolding-da, jiyan. Nimaga, tog'a? Bir turk yigit keldi, ismi Kemal ekan. Mana shu ustundagi sportivkacha qanday? Kuydiryaptimi? Zo'r lekin sportivkacha. $100 ga menga shunday berib ketdi. $100? Ha. Tog'a sal qimmat olibsiz-da. Nimaga bu Turetskiy jinni? 195 mingga xuddi shundan oldim Inbazardan. Ayog'i Inbazarda boshqachadir-da. Yo, rostdan xuddi shunaqa. Men futbolkani qanchaga oldingiz?
Buni 50 dollarga berdi. Samolyot shoshayotgan ekan, mayli sizga qo'shib beraman dedi. 85 mingga oldim futbolkani. Men bu duvoykani 290 mingga oldim. Ama buni 100 dollarga oldim, sen nima deyapsan? U turku, turyapti bu. U bilasam nima dedi? Geliyorum, gidiyorum deb gapirardi-ku, turku. Mo'ylovini ham boshqacha turyapti. Xohlasangiz yuring, men Inbazarga xohlagan svetingizni tanlab olasiz. Ay, yur ko'ramiz, qani yurchi. Olaymini? Yo'q, tegma. Alloh. Kemal? Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Assalomu alaykum. Sen Turkiyaga uchmayacakmisen? Samolyotim uchacak degandingi? Atming bo'ldi abi. Atmen bo'ldi. Sen niye odamni aldayapsan? 195 mingga Inbazardan olib, meni 100 dollarga sotyapsan? Allah Allah, almayacakmikan buni? Yulmayacaksan buni. Pasportingni ber. Balkim kerak emasdir. O'zbekchaga o'xshaydi, turkchasi bor buni. Ber pasportni. Kerak emas. Bitta ko'ray. Ko'rma shuni, qo'y. Katta Qo'rg'ondan ekan, o'sha Payshanbadan. Isming ham Kamronbek. Men buni taniyman, tog'a. Kim bu? Baxtiyor Noshofurushning bolasi bu. Payshanbada turklar juda ko'p. Jinnik. Kemal jinnik. Yo'q, kampir, yo'q o'g'li. Bu Peter o'g'lini butun Sankt-Peterburgdan qidiryapman. Hech qayerda yo'q. Это мальчик мой, не видишь? Uni sochi как макарон. Здравствуйте. Papa? Здравствуйте. Papalamay o'l, sochingni pyorishga qildingmi? Papa, ты меня почему ударишь? Не согнешь. Anetta onang sog'inish. Bir marta ham telefon qilmading-a? 3 yildan beri Rossiyadasan, pul ham jo'natmading-a, eshak. Зай, кто пришел? Ох, бля. Kim bu turkcha? Она моя жизнь. Она мое сердце. Она моя жена. Tushundim. Puling qaysi teshikka ketayotganligini endi bildim. Я все объясню. Она хорошая жена. Проходите. Проходите. Bizyon. Keling. Buni sochini tep pyorishga qilgansiz-ku? Нет, папа, он сам хотел. Другой narsani xotil? Ha? Нет, Yo'q, xohlagan narsani. папа, что-то будешь кушать? Ha, qornim och. Nimang bor? Да-да, сосиски есть. Sosiska sam ko'shidi-da. Сосиски закончились. Только колбаса осталась, папа. Ya, kalbasang halolmi yo'qmi, qayerdan bilasan? Тогда будешь водка пить? Давай, rossiyskiy vodka yes. Да-да, есть, сейчас наливаю, папа. 100 gram davay, charchoq bosdi-da endi. Er xotinni qo'lida 2 ta iPhone. Anetta ota-ona buzuq singan telefon ishlatadi. Inson xotin zaложница. Это слово мое сердце ударили. Yo'q, Xudoga shukr yetib bordi-ye. Папа, вставай, пошел вон. Ha? Вставай. Пошел ты. Nima deyapsan sen? Ketdik demoqchiman, papa. Ruschang ham senga pashol deyapti-ku. Pashol idiomti deydi. Ferskida qanaqa? Mana akajon, mana bu sizga, bunisini xolamga berib qo'yasiz. Yo, sen o'zbekmi? Albatta. Yo, mana shu do'kon senikimi? Bu qanaqa do'kon bu? Aptavik nomer 1 butun Rossiya bo'ylab telefonlarni eng arzon narxda o'zimiz o'zbeklarga sotamiz va dastavka ham qilib beramiz. Rossiyaning любой shahriga. Bundan tashqari parfyumlar ham bor, duxiylar ham bor, soatlar ham bor. Sen ham shu Rossiyadan uylab olmaganmisan hech qilib? Yo'q akajon, biz O'zbekistondan uylanganmiz. Mana primerka. O'rgan. Fayzi bor yuzida, Timotiga o'xshaydi. Barakasi bor. Sani basharangni qara. Nikolay Baskovga o'xshaysanmi basharangni? Все уже надоел. Я Родина. Rodinani sog'indim. Ketaman siz bilan. Meni olib keting. Lekin yana bir 10 yil ishla o'g'lim. Zachем? Mana kelinga ham ayt, kelin ham bir ishlasin, yotmasin uyda, birgalashib pul yig'ib menga jo'nab tashlamasligi, uchastka qurib beraman. Hey aka, nima qilyapsiz? Tavug'ingni o'g'irlayapman. Ye, aka, unda qilmang. O'zi tovuqlarimni kreditga olganman. Aka, nima qilyapsiz? Telefoningni o'g'irlayapman. Jonim aka, bunaqa qilmayman. O'zi rasrochkaga olganman telefonimni. Ma. Rahmat aka, insofli o'g'ri ekansiz lekin. Aka, nima qilyapsiz? Mashinangni o'g'irlayapman. Ya qo'ying aka, unday qiynamang odamni. O'zim moshinani lizingga olganman. Qiynamang.
O'chir. O'chir. aka. Aka. Oh, chempion sandwich oldingmi? Sen bilasan nima ishda, ha? Bu zo'rda bu Samarqandda, Buxoroda, Navoiyda, Qarshida sotilyapti-da bu, ha? Bu manga, davay sen uyingga sur. Qo'ying aka. Ya nima qo'ying? Ya seni nima muammoing bor? Nima bir rassrochkaga oldingmi? Nasiyo savdoga oldingmi sen ham? Nimaga olding? Dadam nomlariga qarz yo'lladim. Ya. Tariqolingga, tariqol. Ya tova qilib, o'g'irlik ham qilmay qopti-ku. Nima ish qilish kerak? Ya, hamma qarzga nasiyaga olgan. Ha. Ya men tikuvchilik qilaman ya. Kastirchim tikaman. Sevara. Assalomu alaykum. Men ismim Nigora. Tinchlikmi? Ya tova qildim. Meni bir sharafsiz Sevara degan sevgan qizim bor edi. Aldab tashlab ketgandi. O'shani xuddi o'zisiz tova qildim. Yo'q. Siz yigitingiz yo'qmish qilib? Yo'q. Qarang, agar vaqtingiz bo'lsa, yarim soat Sevara bo'lib bera olmaysizmi? Men uni sog'ingandim, xotiralarni eslatgan bo'lardingiz. Qanaqa bo'larkan? Chotki bo'ladi. Mayli. Mashinangizga o'tirsamlar? Meni mashinam yo'q. Kambag'alroq ekansiz-da. Mayli yuring. Maza qilib steak yedik. Mana o'tashani sotlaringiz. Rahmat. Sevara? Nigora. Yo'q, Sevara bo'lib turibsiz-ku. Qarang, men ana sharafsiz Sevara bilan shunaqangi o'yin o'ynardik. Bir kun restoran shotini men to'lardim, keyingi kun u to'lardi. Shunga oxirgi marta men to'laganman. Shunga endi siz to'laysiz, Sevara. Navbatingizga o'ylanmang, ya. Ya past deb o'ylamang, bizning o'yinimiz shunaqa edi. Mayli. Sevara, $100 qarzini bermaysizmi? Qanaqa $100? Olgandingiz-ku $100. Qachon oldim? Sevarani o'ynayapsiz, normal o'ynang. Sevara mendan $100 olganida shuni so'rayman, bering. Yo'q, rosa pul olardi mendan Sevara bor-ku. Oling. Rahmat. Nima menga jahl qilyapsan, olib turib Sevara? Sevara qarang, gazak sevichkasidan oldim. Bodomidan oldim, yer yong'og'idan, mayizdan oldim. Yaxshi ko'rasizmi gazakni? Ha. Zo'r, ha? Zo'r. Qarang, bular borki har bir xarid qilingan mahsulotning 1%ni saraton bilan kasallangan bolalarga ajratar ekan. Qarang. Sevara, hammasini pulni kassaga to'lab chiqing. Men ko'chada bo'laman. Keyin tushuntiraman sizga. Xo'p, kutaman sizni. Nima chiqib ketdingiz? Sevara, ko'rmaysizmi? Anu sharafsiz Sevaraning akasi kelib qoldi. Pulni to'ladingizmi? Menga qarang, jonimga tegdingiz. Sevaringizdan boshidan qolsin. Oling mana buni. Sevara. Bor yo'qoli, zato $100 bo'lib oldim-ku. Sevara. Что? O'yli rusaka. Ne, Nичего, пацан. Boshqa qiz topishim kerak. Jamshid aka emasmisiz? Yo'q. Amak, taksi kerakmi? Kerak, bolam. Qayerga borasiz? Parkka birinchi uyinku bugun bir jiyoningni aylantirib kelay. Zo'rka, keling, как раз bitta odam kerak. Salom bermaysanmi? Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom, chiq. Dadang oldida o'tirasan, xo'p? Kel, bolam. Dada bu tarvuzmi, to'pmi? To'pku bolam, olib beraymi? Yo, men uyda paypoqdan yasaveraman. Shu ham bo'laveradi menga. Boringga shukr, bolam. Vaqtim sog' bo'lsin. Dadajon. Rahmat, dada. Katta bo'lsa kim bo'lasan, bolam? Katta bo'lsam prokuror bo'laman. Sizni boqaman, dadajon. Sog' bo'l baxtimga, bolam. Baxt kamolingni ko'ray har doim. Mazza qildim, dada. Rahmat, pulingiz ko'p bo'lsin, dadajon. Mazza qildingmi? Ha, men birinchi uyimni 1 yil kutgandim. Rahmat sizga, dadajon. Agar maktabda yaxshi o'qisang, keyingi yil yana olib chiqaman, bolam. Boringizga shukr, duo qilaman har kuni. Morojni yeysanmi, bolam? Ha, yemaysanmi? Malades, bolam. Chanqadim, dada. Chanqadingmi? Ha? Mana senga chanqaganmisan, bolam. Abida suvlar, bayramga bayramona. Ya, abida, rosa yaxshi ko'raman abida suvlarni, dada. Men limonligini ichaman, siz mohitoligini iching. Qani? Dada, ayam sizni yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'radi, bolam. Bilaman. Zo'r, yaxshi ko'raman. Ey to'y bolam. Yer bugun bir bayramga boraman, sen birinchi uying-ku. Dada, detski panayotganmisiz? Bayramga menga nima bor? Men detskimanmi? Tavba qildim. Undan ko'ra menga Wi-Fi yoqib beringlar, men yerda internetda o'tiraman, Instagramda. Sen bu turishda kelajakda kim bo'lasan, o'g'lim? Bandit bo'laman-da. Nima? Bankier bo'laman. Ya kim bo'lsam bo'laman-da, sizga nima?
Oqani jo'ra. Qancha bo'ldi jo'ra so'msa? Ha, qo'yaver, to'lab yubordim. Jo'ra, sen model bo'lishing kerak, bilasanmi? Yo'q, hozir bittada shuni ko'rdimda, model bo'lishing kerak. Qara, kiyiming tufta bo'lsa ham borki yarashib turibdi. Soching yog' bosib yotibdi, lekin o'zingga yarashib turibdi-da, jo'ra. Sen model bo'l, jo'ra. Qizlar bittada o'raladimi? Yo'q, qayda o'ralmaydi, birontasi. Yo, senda o'raladi, jo'ra. Bu turishingga bo'ladi, seryozni bor-ku. Ikkita banan berib yuboring. Qancha ekan banan? Mana puli. Yo'q, to'lab yubordim o'zim, ketdik. Jo'ra, sen bahorda qoraymisan-a? Yo'q. Chunki qoning toza-da, jo'ra. Yo'q. Ha, shu qoningni olib o'zimga quysammikan deyman, sal toza bo'lardi. Yo'q. Ya, ishonmaysan, mana qara. Bananda dog' bor, sening yuzingda dog' yo'q. Yo'q. Seryozni? Berqay banandan. Hamma jo'ra, esimdan chiqib ketib qoldi. Qara, uylarda nur yog'iladimi sizlarnikida? Chunki sen borsan-da. Voy, yo'q. Buni qara jo'ra, 195 ming ekan bazarda Lion ko'ylaklar. Mana shundan bir xil qilib qolaylik, maza qilib kiyamiz. Menga ham olamiz. Ha? Bir xil qilib kiyamiz. Jo'ra, xudo xolasa bolalaring tug'ilsa, senga o'xshagan krasavchik bo'lsa kerak-a? Yo'q. Yo, seryozni senga o'xshaydi, jo'ra. Jo'ra, mana buni qara, imbazarga yangicha shlyapalar kelib, shundan ham olamiz, bir xil qilib kiyamiz. Ventilyatori ham bormi? Ha, 120 ming so'm ekan, buni qara. Jo'ra, sen suyaging o'rmasa kerak-a? Nimaga? Chunki iliging baquvvatda sani. Yo'q. Yo, seryozni, men buni ko'targanimda ham bilaman-da. Seryozni? Jo'ra, bu imbozor katta bozor ekan-ku. Hamma narsa bor ekan. Narxlari ham arzon. Imbozor insofli bozorda. Ikkalamizga ham chemadon oldim, chetga birga chiqamiz. Jo'ra, sen tishingga borku, go'sht qilmasa kerak-a? Nimaga? Chunki tekisda tishi. Yo'q. Har kuni yuvsang kerak-da. Men yuvmayman-da. Yo'q. Qancha bo'pti aka? 8 mingdan. Bo'ldi. Mana jo'ra o'zingnikini to'la. Nimaga men to'layman? Sen to'lamaysanmi? O'zingnikini o'zing to'ladi-ya. Tarovatingga sani, basharangga sani. Men senga ishonib keldim. Bu yoqqa ketasan, boya nima deyotding sen menga? Modelsan, krasavchiksan deb o'tiruvmiding? Sen nima model? Basharangni qara. Ugri bosib yotibdi. Qurbaqaga o'xshaysan, ha? Qoning toza, qoningdan berduvmiding sen menga? Qoningga. Tushunmadim. Nima qoning? Seni qoning tozami? Seni qoning tozami? Sen vashi qara mana modelaringga borki jirovkalar tushgan. Ke, hazillashdim, to'layman, ke. Aka, men beraman ikkalasini. Qanaqa bo'laman? Zo'rsa? Qanaqaman? Zo'rsa. Modelmi men? Qonim tozami? Assalomu alaykum, Shohjahon, qandaysan? Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jumanazar qanday? Samarqandda bitta blogerlarni kuzataman. Mana shu Jumanazar deb aytgandim, muxlismiz, rostdan muxlismiz. Lekin Islom aka, sizga jalvam bor. Qarang aka, mana Shohjahon kelgandan beri Jumanazar kam ko'rinyapti videolarda. Bu endi Shohjahon yomon o'ynayapti demayapman, bu ham talant, bu ham talant. Lekin Jumanazarning ham o'ziga yarasha muxlislari bor. Buni ham ko'proq, ikkalasiga mosroq qilib ko'proq rollar qilib chiqarishingiz kerak aka. Ssenariy shunaqa yozing, mana ko'proq ko'rinsin. Biz buni muxlisimiz. Shohjahonni ham muxlisimiz, lekin Jumanazar orqali biz taniganmiz-da bu profilni. Keyin qancha bo'ldi podpischik? 760 ming bo'ldi nasib. 760 ming. Gap bo'lishi mumkin. Lekin aka, qarang. 240 ming qopdi, 1 million bo'lishiga. Eshitib qoldim, sizlarga BYD mashina berilyapti. Nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa. Agar Jumanazar 10 kun ichida 1 million bo'lsa, mana yurtdoshlarimiz ko'rib turgan Jumanazar muxlislari aktivni yo'rvoramizda mana shu Jumanazarni 1 million qilaylik. Siz eski mashinangizni Jumanazarga berasizmi? 10 kun ichiga 1 million bo'lsa, 240 ming. Ha, Bo'lmaydi, yo'q. bo'ladi. Bo'ladimi Jumanazar, ishonasizmi? Davay, 10 kun ichida Jumanazarni 1 million qilaylik deb podpischigini. Mana shu Islom aka o'zini mashinasini beradi. Mashina nomi nima edi? Inamaka edi? Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer. Hayda olasanmi? Ha, bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Davay, aktivni yo'ramiz, 1 million qilamiz tezroq. 10 kun ichida 1 million qilsak, Mitsubishi haydaydi Jumanazar. Shohjahonga keyin xudo xolasa BYD-chi, ha? Nasib bo'lsa. Gap yo'q. Omadinglarni bersin. Sizlarning yutug'inglarni ko'rib men xursand bo'lyapman. Butun xalqimiz xursand bo'lyapti. Zo'r kontentlar qilinglar. Nasib bo'lsa. Hay, qadeshga qilamiz. Usta bobo, qor yog'di ishlamadinglar. Yomg'ir yog'di ishlamadinglar. Mana quyosh chiqdi ishlamadinglar. Qachon ishlaysizlar? Qaysi payt ishlaysizlar, ha? Boburjon aka, tabiat hodisalari bor ekan, biz ishlamaymiz. Qo'l tashlang. Qalbimga oyoq yalang kirmang. Ko'nglimda siniqlar ko'pligidan oyog'ingizga shikast yetishdan qo'rqaman.
O'zbekistondagi, yo'q, butun O'rta Osiyodagi menimcha adashmasam eng chiroyli aeroportga kelganman. Nima uchun Samarqand aeroportidaman? Sababi Asialux Travel tomonidan O'zbekiston havo yo'llaridan Samarqand Antalya yangi yo'nalishi primoy reys qo'yilgan. Endi samarqandliklar bemalol Antalyaga Samarqandni o'zidan ketsa bo'ladi. Toshkentga chamadan ko'tarib yurmaydi. Nafaqat Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryoliklar ham bemalol Samarqanddan uchib ketsa bo'ladi. Nazmi shimo, Koronazmi, Samarqand, ha? Buxoro. Qulaymi aka, Toshkentga borib o'tirmaysizlar, Samarqandga kelib uchyapsizlar. Nazikakda, ammo Chorso'da men Buxoro. To'ppa to'g'ri. Gap yo'q. Antalyagami? Birga uchyapmizmi? Tabriklaymiz. Primoy reyslar bilan zo'r bo'pti aka. Endi Toshkentga borib o'tirmaysizlar, Primoy. Biz o'zi ko'p sayohat qilamiz-ku. Antalya Semeyni Toshkentdan uchish kerak bo'lgani uchun shu paytgacha hali bormay turdik. Endi shuni Samarqanddan qo'ydilar, birinchi reysdan aka. Primoy reysda O'zbekiston havo yo'llarida uchasizlar. Endi havo yo'llarini sharoitini, servisini bilasizlar, mana shunaqangi ovqatlarini bilasizlar, mazali zo'r. Men o'zim yaxshi ko'raman havo yo'llarini. Xohlasanglar biznes klassdan, xohlasanglar ekonom klassda utsanglar bo'ladi. Pajarnilar suv sepdi. Birinchi reysga shunaqa suv sepdilar ekan. Birinchi marta kelinganligi uchun shunaqangi urf odati bor ekan, pajarni suv sepdi. Sizlar charchamayapsizlarmi? Mana birinchi reysdan kutib olishyapti. Rahmat. Tabriklaymiz. Samarqanddan Antalyaga birinchi reys bilan O'zbekiston havo yo'llarida maza qilib keldik. Ular hammani kutib olishyapti. Assalomu alaykum. Asialux vakillari bilan Turkiyadan kutib olishdi. Gullarmi? Fariza gullar berar ekan sizlarga. Tashakkurlar. Endi mehmonxonaga qarab yo'l olamiz. Hey aka, nima qilyapsiz? Tavuqingni o'g'irlayapman. Aka, unday qilmang. O'zi tovuqlarimni kreditga olganman. Aka, nima qilyapsiz? Telefoningni o'g'irlayapman. Jonim aka, bunaqa qilmayman, o'zi raslovchkaga olganman telefonimni. Ma. Rahmat aka, insofli o'g'ri ekansiz lekin. Aka, nima qilyapsiz? Mashinangni o'g'irlayapman. Yo'q, qo'ying aka, unday qiynamang odamni. O'zim boshimda lizing olganman, qiynamang. O'chir. Aka. Aka. Chempion sandwich oldingmi? Sen bilasan nima ishda, ha? Bu zo'rda bu Samarqandda, Buxoroda, Navoiyda, Qarshida sotilyapti-da bu, ha? Bu menga, davay sen uyingga so'ra. Qo'ying aka. Ya nima qo'ying? Ya seni nima muammoing bor? Nima bir rastroshkaga oldingmi? Nasiyo savdoga oldingmi salam? Nimaga olding? Dadam nomlariga qarz yo'llayman. Tariqolingga, tariqol. Ya tova qilib, o'g'irlik ham qilmay qopti-ku. Nima ish qilish kerak? Ya, hamma qarzga nasiyaga olgan. Ha. Ya men tikuvchilik qilaman ya. Kastimchim tikaman.